قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 18-darsni o'qiymiz. Bugungi darsimizda asosliq o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun fe'lningki o'timlik va o'timsiz deb ikkiga ayriladiganligi, ya'ni ikkiga bo'linadiganligi haqida bo'ladi. Endi bu o'timlik degan nima va o'timsiz degan nima deganda biz hozir qadar o'rgangan fe'llarimizni eslab baqadigan bo'lsak, ba'zi fe'llar o'zininki sharkiti, ya'ni shu fe'l bildirgan ma'no faildan maf'ulga o'tib ketadigan, ya'ni o'zining ma'nosini to'liq ifodalashda maf'ulga ehtiyojli bo'ladigan fe'llar bor. Va ba'zi fe'llar fa'il bilan kufayilanadigan. Masalan, farihal mudarrisu desam, o'qituvchi xursand bo'ldi. Bu jumla nihoyatda bir mukammal to'liq jumla bo'ldi. Ammo daribal mudarrisu desam, o'qituvchi urdi desam, bu jumlada azroq bir kamtuklik bor. Ya'ni o'qituvchi urdi. Kimni urdi? Bu daraba degan ish harakat bir to'ldiruvchiga, ya'ni maf'ulun bihga ehtiyojli bo'ladi. Mana bu o'zining ish harakati fa'ildan o'tib maf'ulga o'tib ketganda biz mutaaddi, ya'ni o'timlik fe'l deb ataymiz. Endi o'zining fa'il bilan kufayilangan fe'llarni biz lozim fe'l deb ataymiz. Bugungi darsimizningki asosliq o'rgatmoqchi bo'lgan mazmuni mana shu. Yanqasimul fi'lu bi'atibari ma'nahu ila mutaaddin va lazim deydi. Fe'l ma'nosini e'tiboriga elib mutaaddi va lozim deb ikkiga bo'linadi. Ma'no jihatdan o'timlik va o'timsiz deb ikkiga bo'linadi. Endi mutaaddi degan nima? Buning o'lchamlik qoidasi ma tajavaza hadathuhu al-fa'ila ila al-maf'ul deydi. Uningki ish harakati, ya'ni uning yuz beradigan bir ish harakati fa'ildan maf'ulga o'tgani. Ya'ni o'ziningki shu bildirgan ish harakati fa'ildan kufayilanmay maf'ulga o'tadigan. Masalan, bana İbrahim alayhissalam al-Ka'bata. Bana degan bu fe'lni biz mutaaddi, ya'ni o'timlik fe'l deymiz. Nima uchun buni o'timlik fe'l deymiz? Chunki bu o'zini bildirgan bu hodisa fa'ildan kufayilanmaydi. Bu maf'ulni talab qiladi. Masalan, bana İbrahim alayhissalam desam, İbrahim alayhissalam soldi, bino qildi desam, bu cümlede azroq bir kamtuklik bor. Nimani soldi İbrahim alayhissalam? El-Ka'bata. Ka'bani soldi. Bana İbrahim alayhissalam el-Ka'bata. İbrahim alayhissalam Ka'bani soldi desam, bu cümle to'liq bir mukammal jumla bo'lgan bo'ldi. Demak, bana degan fe'l bu cho'qim bir nimaga ehtiyojli bo'ladi? Maf'ulga. Demak, maf'ulga ehtiyojli fa'ildan o'tib, maf'ulga ehtiyojli bo'lgan fe'llar mutaaddi, o'timlik fe'l bo'ladi. Endi buning yana qandaq alomati bor? Mutaaddi fe'lninki lozim fe'ldan farqlantiradigan qandaq alomati bor? Biz buni qaysi xil vositalar orqali farqlantira olamiz deganda, mutaaddi fe'lning alomati ay yaqbala ha'ad-damir allati ta'udu ila maf'ulun bih. İlgirisdagi maf'ulun bihga qaytadigan bir hu degan damirni qabul qila oladi. Mutaaddi fe'l. Masalan, qara'a Muhammedun el-kitabe. Yoki qara el-kitabe desak mi bo'ladi? Bu yerda fa'il yushurun deb. Qara el-kitabe va fahimahu. Bu jumla qarab baqaylik. U kitobni o'qidi. Va fahimahu va uni tushundi. Fahima degan fe'lni biz bu yerda mutaaddi fe'l deb hukm qilamiz. Nimaga asosan? Chunki buningga mushu maf'ulun bih qaytadigan damirdan birisi ulishib keladi. Ya'ni qo'shilib keladi. Agar bu lozim fe'l bo'lgan bo'lsa, buning oxiriga maf'ulun bih qaytadigan damir qanday kelinmaydi? Ulishib kelinmaydi. Demak, mutaaddi fe'lning bir alomati ilgirisidagi maf'ulun bih qaytadigan damirni qabul qila oladi. Endi lozim fe'l degan nima? Lozim fe'l deganimiz ma la yataadda atharuhu fa'ilahu. Uning ta'siri fa'ildan o'tmaydigini. Demak, fa'il bilan kufayi qildigini. Masalan, farihal mudarrisu. O'qituvchi xursand bo'ldi. Bu jumlani ayta mukammal to'liq bir jumla. Demak, bu o'zining ma'nosini to'liq ifodalashda maf'ulun bihga ehtiyojli bo'lmaydi.
Mana biz buni lozim fe'l deymiz. Endi arab tilidagi ba'zi fe'llar mutaaddi bo'ldi ekan va ba'zi fe'llar lozim bo'ldi ekan. Endi lozim fe'lni mutaaddi fe'lga o'zgartirib bo'lamdi. Aslida bir lozim fe'lni biz mutaaddi fe'lga o'zgartiramiz deganda, buni ikki xil yo'l bilan lozim fe'lni biz mutaaddi, ya'ni o'timlik qila olamiz. Bu birinchi xil yo'l. Yataadda al-fi'lu lazim ila al-mutaaddi. O'timlik bo'ladi, fe'l lozim mutaaddiga o'tadi bi vasitati harfil jar. Harf jarning vasitasi bilan. Ya'ni harf jar kirish orqali lozim fe'l mutaaddi fe'lga o'tadi. Masalan, zahaba degan badi degan gap. Zahabtu olsa badimman degan bo'ladi. Endi buning keyiniga baddan iborat harf jarni akirsam, ibbadim degan ma'noni bildirdi. Badim degani lozim ma'nosi. İbbadim bo'lsa bu mutaaddi ma'nosi bo'ldi. İbbadim bu o'timlik shakli. Shuning uchun zahabtu bil marid ila al mustashfa. Kasalni doktorxonaga elib bordim. Agar bu yerda ba kelmagan bo'lsa, zahaba degan badi degan ma'no. Endi baning kelishi bilan bu yerda ibbadi degan ma'noga o'zgarib ketdi. Kasalni doktorxonaga ibbadi. Demek bu yerda harf jar bo'lgan ba bilan fe'l qanday o'zgarib ketdi? Mutaaddiga o'zgarib ketdi. Ikkinchi xil yo'l, lozim fe'lni mutaaddiga o'zgartiradigan ikkinchi xil yo'l shu lozim fe'lni af'ala va fa'ala bobiga o'zgartirib mutaaddiga o'zgartiramiz. Masalan, zahaba bo'lsa, ba'di shunday. Endi biz buni af'ala bobiga solsak, azhaba bo'lsa ketkizdi, bağuzdi degan bo'ladi. Bağuzdi va ketkizdi. Bu vaqtda bu fa'ildan maf'ulga o'tadi. O'zining ma'nosini to'liq ifodalashda maf'ulga ehtiyojli bo'ladi. Nazala tushdi. Endi biz buni fa'ala babiga solsak, nazzala tushirdi degan bo'ladi. Tushdi, tushirdi. Demak bu nazala fa'ala babiga o'zgarishi bilan birga lozimdan mutaaddiga o'zgarib ketdi deymiz. Endi yana bir mazmun bugungi darsdagi iyyaka. Iyyaka deganninki bugungi darsda o'rgatmoqchi bo'lgan ma'nosi ogohlantirishni bildiradi. Ya'ni saqlan, ehtiyot qil, diqqat qil degan ma'nosi bor. Iyyaka vazzan desa, gumondan saqlan. Bu lit-tahzir, ogohlantirish uchun. Masalan, iyyaka val kahriba, diqqat, tokdan diqqat qil, tokdan saqlan. Bir balni ish vaqtimiz iyyaka val kalb desam, ishdan saqlan, ishdan diqqat qil. Bir odam yo'lga chiqayotgan bo'lsa, bu odamning ko'zi ko'rmaydi, mashina kelayotgan bo'lsa, iyyaka vat tariq, yo'ldan saqlan deb bir narsadan ogohlantirmoqchi bo'lgan vaqtimizda bu iyyakani ishlatamiz. Buning misollari tekstda chiqadi. Endi biz innini o'rgangan. Innini harfi tavkid, ta'kidlash harfi deb o'rgandik. Endi bu inniga ma qo'shilib keladigan ahvollar bor. Innama bo'ladi bu vaqtda. Bu qo'shilib kelgan ma qanday ma desa, bu bizda o'rganmagan maul kaffa. To'sqich ma bu. Buning ismi to'sqich ma. Bu nima uchun to'sqich ma deb ataymiz bu ma'no deganda, biz innini bir ismliq jumlaning beshiga kirib, shu jumladagi mubtadoni o'zininki ismisi qilib, zavar qiladi, xabarni pesh qiladi degan bu qoidani inniga bergan. Endi bu ma inniga qo'shilgandan keyin dal mushu qoidani to'sab qo'yadi. Shuning uchun biz buni maul kaffa deb ataymiz. Bu ma qo'shilgandan keyin yana ma'no jihati qanday o'zgarish bo'ldi deganda, bu muayyanlashtiradi. Innama bo'lsa faqatla degan ma'nosi chiqadi. Faqatla kuchlantirilgan muayyanlashtirish. Innama yufidu lit-ta'yin deydi. Muayyanlashtirishni ifodalaydi. Masalan, innamas sadaqatu lil fuqara. Sadaqa faqatla kambag'allar uchun. Ya'ni faqatla deb muayyanlashtirdik. Endi inna bu yerdagi aslidagi mubtadoni asli zavar qilish kerakdi. Ma'ning kirishi bilan bu xususiyati amaldan qilib, bu asli holatida pesh o'qilaveradi. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsu ath-thamin-ashar 18-dars. Ba'da salatil asr, asr namozidan keyin. Al-mudarris o'qituvchi. Kayfa amsaytum ya ikhwan? Qarindoshlar,
qandaq kech qildinglar? Ya'ni kechlikda birasining ahvolini so'rgan vaqtimizda kayfa amsaytum, yolg'iz bo'lib qolsak kayfa amsayta deb so'raymiz. Bu kechlikda boshqalardan ahvol so'rganda ishlatiladigan shakli. Ya'ni amsa deganning ma'nosi kech qilish degan ma'nosi bor. Asbahaning qarama-qarshi. Asbaha at deganda bo'lish, amsa kechdi bo'lish. Amsayna bi xayrin valhamdulillah. Alloh shukri, yaxshi kech qildik. Lima akhrajta saburata ya Usama? Usama, nimishqa doskini chiqarding? Xaraja chiqdi. Akhraja af'ala baba sağandan ekan bu o'timlik o'zgarib ketadi. Chiqirish degan bo'ladi. Ey Usama, doskini nimishqa chiqarding? Adkhilha bi sur'a. Uni tez kirgizib et. Akhrajtuha li unazzifaha. Uni tozalash uchun chiqardim. Saudkhiluha ba'da tanzifiha. Uni tozalab bo'lgandan keyin kirgizaman. Ha? Dakhala kiradi, adkhala akirdi, kirgizdi degan ma'nosi. Ya'ni uni akiraman. Ayyuhal ikhwa, uhanniukum bi nijahikumul bahir fil imtihan nisfi. Nisfi deganimiz yarim yillik, ha? Yarim, nisfi olsa yarim yillik imtihandagi ko'rinarlik natijalarni tabriklayman. Qarindoshlar, yarim yillik imtihandagi ko'rinarlik natijalarni, yani utuq qazanishinglarni, utuqinglarni tabriklayman. Dediki bahir ko'rinarlik degan gap. Asli bahara degan ko'zni chaqnatdi. Bahir ko'zni chaqnatquchi degan gap. Ko'rinarlik. Wallahi laqad farihtu kathiran bi hadhihi an-natija allati balagat nisbatuha 97. Alloh bilan qasam, bu natija bilan nihoyat ko'p xush bo'ldim, xursand bo'ldim. Allati balagat nisbatuha, uning nisbati 97 ga yetgan. Balaga yetdi. Allati g'anqan. Ya'ni nisbati 97 ga yetgan bu natija bilan nihoyat xursand bo'ldim. Farrahakallohu daiman ya ustaz. Alloh seni xursand qilsin. Fariha xursand bo'ldi, farraha xursand qildi. O'timlik shakli. Farrahakalloh, Alloh seni xursand qilib olsin. Yudkhilu Usamatu sabbura. Usama doskini akirdi. Dakhala akirdi, adkhala akirdi. Yudkhilu olsa akirdi. Mudari shakli. Inni jawwaltu fi mashariqil ardi va magharibiha. Man zaminning, yer sharininki mashriq va mag'riblarini cho'galdim. Jala cho'galdim degan gap javvala deb fa'ala o'lchimiga o'tsa ko'p qilganlikni bildiradi. Ha? Fa'ala qurilmasida kelgan fe'llarningki bir ma'nosi ko'p qilish. Men yer sharining mashriq va mag'riblarini ko'p aylandim. Javvala ko'p aylandim. Va darrastu fi biladin kathira va nurg'ulg'an davlatlarda o'qituvchilik qildim. Darrasa o'qituvchilik qildi. Va lam ara tullaban ahsana minkum. Sizlardan yaxshiroq o'quvchilarni ko'rmadim. Jazakallohu khayran ya ustaz. Ya ustaz, Alloh sizni yaxshilik bilan mukofotlasin. La'allakum ahdartum dafatiran nahwi. Grammatika daftarini akagansizlar. Dediki la'allakumni umid ma'nosida tarjima qilamiz. Shu umidki deb ig'zimiz demasak ham bo'ldi. Bu talaffuzdan chiqadi. Grammatika daftarini ahdartum akaldingizlar. La'allakum umidki akagansizlar deganda talaffuz orqali ifodalaymiz. Ya'ni grammatika daftarini akagansizlar. Na'am ahdarnaha. Shundaq uni akaldik. Hatuha uni keltiringlar. Uridu an uriyaha al-mudira. Uni mudirga ko'rsatishni xohlayman. Sayusarru biha kathira inshaalloh. Alloh xolisa uning bilan ko'p sayusarru biha kathira. Uningdan ko'p xursand bo'ladi. Ya Amru, asmi'ni baytal mutanabbi allazi zakartuhu ams. Ey Amri, tunigun uni degan, zakara dedi degan gap, dedi so'zladi degan gap. Tunigun va uni so'zlagan mutanabbining she'rini asmi'ni menga anglat. Sami'a angladi. Asma'a olsa anglatdi. Asmi' olsa fi'li amri anglat. Wa mat ta'nithu li ismi ash-shamsi aybun
وَلَتَّذْكِيرُ فَخْرٌ لِلْهِلَالِ Şemsun degan bu so'z arab tilida ayollik bo'yicha muomala qilinadigan ismlarning birisi. Gerçi bunun oxirida ayollikning ta'sir bo'lmasa-mu, ayollik bo'yicha muomala qilamiz. Masalan, hiya deymiz agar kunni demakchi bo'lsak. Endi bu she'rda deydi, Şemsi degan ism uchun ayollik ayb emas. Ya'ni Şemsi, kun degan ism uchun ayollik ayb emas. Endi hilal, oy degan bu hilal deganga erlik bo'yicha muomala qilamiz biz arab tilida. وَلَتَّذْكِيرُ فَخْرٌ لِلْهِلَالِ va oy uchun erlik bo'yicha muomala qilish nima emas? Faxr emas. Kunga ayollik bo'yicha muomala qilish ayb emas. Oyga erlik bo'yicha muomala qilish ayb, faxr emas. Qul at-ta'nif degan at-ta'nif da va akhrij lisanak tilini chiqarsa. Va ta'nif dediği sa harfini telaffuz qilish ne demekçi? Yajibu ihrajul lisan inda nutqi bi thalathati ahruf. 3 harfni inda nutqi o'qigan vaqtda tilni chiqarish kerak. Yajibu kerak. Va hiya fa, o fa, va zal, va za. Mana bu 3 harfni telaffuz qilganda tilimizni chiqarish. Fa, va, za. أظن أنني فهمتكم معناه. Onun ma'nosini sizlarga tushuntirdim deb o'ylayman. Azunnu o'ylayman, annani haqiqatan men tushuntirdim sizlarga uning ma'nosini. Fahima tushundi, fahama bo'lsa tushuntirdi. O'timlik o'zgarib ketadi, ha? Naam, ma'nahu shunda uning ma'nosi yuqorqi she'rning ma'nosini demakchi. İnneme şey'u bi haqiqatihi la bi ismihi. Endi she'rning ma'nosida uning ma'nosi faqatlam bir narsa haqiqati bilan ismi bilan emas demakchi. Ya'ni oyga biz garchi ayollik bo'yicha, erlik bo'yicha muomala qilsakmi, quyoshga ayollik bo'yicha muomala qilsakmi, quyosh degan quyosh. Ya ustaz, arju an tasmaha li bi-dhihab ila ghurfati fa inna bi suda'an shadida. Ey ustaz, Mana yatqimga berishqa ruxsat qilishingizni umid qilaman. Fa inna bi suda'an shadida. Chunki menda bi qattiq bosh og'riqi bor. Suda bosh og'riq. İzhab shafakallah. Bag'in Allah sana shifolik bersin. Ma bihi suda'un ya ustaz. Innama yakzib. Ustaz, uningda bosh og'riqi yo'q. Innama yakzib. Faqatla o yolg'on aytayotdi. وما أدراك أنه يكذب نما بلدادي أدراك نما بلدادي أنه يكذب ونك يلغى يتقنه قندا بلدن سا ونك يلغى يتقنه ديگن گپ أدراك بلدي وما أدراك أنه يكذب نما بلدادي سانا ونك يلغى يتقنه أدرا بلدادي ديگن گپ أظن گمان قلمن إياك والظن يا إبراهيم Gumandan saklan. Fakat qalen nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem dedi Peygamber aleyhisselam İyyâkum vezzan gumandan saklanma. Fe inne zanne ekzebul hadis. Çünkü guman sözünün en yalgını. Ve kâle azze ve cel ve dedi Allah azze ve cel inne ba'da zan ifmun. Hakikaten gumanın ki bazı günah. İfmun degeni mi? Günah. Tekstimiz tugudi, emde meşik kelimiz. Acib anil esiletil atiye. Tühendeki suallarga cevap verin. Bu sila tekst kasasan beradigan cevap. Birincisi, limada ahraca Usametu Sabbura minel fasli. Usame dostkini sınıftan nimişqa çıktı. Kem belagat nisbetun necah. İmtihanın ötüşünün nispeti qanchaga yetti. Limada arada Aliyun en yezhebe ila gurfetihi. Ali nimişqa yatqib berishni xolidi. Mada yuridul mudarrisu en yuriyal mudira. O'qituvchi mudirga nimani ko'rsatishni xohlaydi? Buni hammasining javobi tekstda bor. Yanqasimul fi'lu bi'atibari ma'nahu ila mutaaddin va lazim deydi. Fe'l ma'nosini e'tiboriga ilib turib, mutaaddi va lozim deb bo'linadi.
Ya'ni o'timlik va o'timsiz deb. Fal mutaaddi deganimiz ma tajavaza hadathuhu al-fa'ila ila al-maf'ulun bih. Uningki yuz beradigan hodisa fa'ildan maf'ulga o'tib ketgani. Masalan, bana İbrahim alayhissalam al-Ka'bata deganga o'xshash. Bu yerda bana İbrahim alayhissalam desak, İbrahim alayhissalam qurdi. Nimani qurdi? Ka'bani qurdi. Demak, bu qurishdan iborat bu hodisa qurilg'uchiga, ya'ni maf'ulun bihqa ehtiyojliq bo'ladi. O'tadi. Va huwa yahtaju ila fa'ilin yaf'aluhu. U ehtiyojliq bo'ladi, uni qiladigan fa'ilga ehtiyojliq bo'ladi va uning ustiga tushadigan maf'ulga ehtiyojliq bo'ladi. Demak, mana bu mutaaddi fi'lninki tushuntirilishi. Qiladigan fa'ilga va shu ish harakat tushadigan maf'ulun bihqa ehtiyojliq bo'ladigan fi'llarni biz mutaaddi deb ataymiz. Uning alomati maf'ulun bihqa qaytadigan domirining hasini qabul qiladi. Masalan, qara'a Bilalun ad-darsa. Bilal darsni o'qidi va fahimahu va u darsni tushundi. Bu yerdagi ad-darsa maf'ulun bih. Mushu maf'ulun bih qaytadigan ha degan domirini qabul qildi. Demak, fahima qanday fe'l? Mutaaddi fe'l. Ra'aytu hasharatan sammatan faqataltuha. Zaharlik hasharatni ko'rdim, uni o'ltirib Demak, qatala degan fe'l mutaaddi ekan. Chunki buningga ilgariki maf'ulun bih qaytadigan ha domiri qo'shilib keladi. Lazim degan nima? Ma la yata'adda atharuhu fa'ilahu. Uning ta'siri fa'ildan o'tmaydigini. Masalan, kharajat tullab, o'quvchilar chiqdi. Farihal mudarris, o'qituvchi xursand bo'ldi. Demak, bu xursand bo'lish, chiqish degan ish harakat yuz beradigan bir o'rinni, ya'ni tushadigan narsani talab qilmaydi. La yahtaju fi'lul lazim ila maf'ulun bih. Fi'l lazim maf'ulun bihga ehtiyojliq bo'lmaydi. Demak, maf'ulun bih kamisimi bo'ladi. Endi lazim fi'lni mutaaddiga aylantirishning yo'li qad yata'adda al-fi'lul lazim biwasitati harfil jar deydi. Ba'zida fi'lul lazim harfi jarning vositasi bilan yata'adda mutaaddi bo'ladi deydi. Masalan, g'adibal mudarrisu ala talibil kaslan. Asla g'adibal mudarrisu desak, o'qituvchi qanday qildi? Achchiqlandi. Ammo ala deganni keltirib biz maf'ulun bihqa ehtiyojli holatda o'timli qila olamiz. O'qituvchi horin o'quvchilarga achchiqlandi. G'adiba achchiqlandi. Zahabtu bil marid ila al mustashfa. Kasalni doktorxonaga ibbadim. Zahaba olmasa badim. Bavlan ibbadim. Nazaratu ila al jabal. Taqqa qaradim. Yani ila bilan nazara degan fe'l mutaaddi bo'ldi. O'timlik bo'ldi. To'rtinchisi qala sallallohu alayhi vasallam faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kimiki mening sunnatimdan yuz o'riydi ekan, mendan emas. Bu yerdagi raghiba anning kirishlan mutaaddi bo'ldi. Ya'ni maf'ulun bihqa ehtiyojli holatga o'tdi. Sunnati. Beshinchisi uridu an attali ala manahij madrasatik. Maktabingizningki manhaj, ya'ni programmalarga xabardor bo'lishni xohlayman. Attali'a bedeki ala bilan mutaaddi bo'ldi. La arghabu fi safari hada al-usbu'. Bu hafta safariga qiziqmayman. Rag'iba degan fe'ldan keyin ankasa yuz o'rdi degan bo'ladi. Ankasa. Mana bu yerdagi o'xshash. Ammo ankamisa qiziqdi degan bo'ladi. La arghabu qiziqmayman. Endi biz lazım fe'lni yuqorqidagi harf jarlarni akrish bilan maf'ulga ehtiyojli holatda, ya'ni maf'ulga o'tadigan qildik. Endi bu vaqtda masalan la arghabu fi safarida fini akirdik bu yerda. An sunnati deb an akirdik. Bu yerdagi sunna nima bo'ldi? Maf'ulun bih. Bu yerdagi as-safar maf'ulun bih. Bu yerdagi manhaj maf'ulun bih. Bu yerdagi al-jabal maf'ulun bih. Al-marid maf'ulun bih. At-talib maf'ulun bih. Lekin harf jarning kirishi bilan hammasi nima o'qildi? Zir o'qildi. Maf'ulun bih degan nima o'qiladi? Zavar o'qiladi. Biz buni zavarlik o'rnida deb qaraymiz.
maf'ulun bihning kirsavi bilan zir o'qildi, lekin maf'ul o'rnida deb qaraymiz. Endi biz bu maf'ulni qanday maf'ul deb ataymiz? Yusamma maf'ulu misli hadhihi al-fi'l, misli hadha al-fi'l. Bu fi'lning o'xshashlarining maf'ulni biz g'ayri sarih deb ataymiz. Maf'ulun bih g'ayri sarih deb ataymiz. Wa huwa majrurun lafzan. O lafzi jihatda, ya'ni ko'rinishda zir, masalan, fi safari ala manhaji. Harfi jarning sababi bilan. Mansubun mahallan, urun jihatda nima o? Zavar. Nimishqi zavar? Ala annahu maf'ulun bih g'ayri sarih. O maf'ulun bih g'ayri sarihlikka asosan zavar. Lekin harfi jarning kelib qolganligi tufayli lafzi jihatda zir. Endi siz tushungan bo'lsangiz, tuandagilardan lozim bilan mutaaddini ayiraysizlar. Demak, maf'ulun bihga ehtiyojli bo'lgani. Mutaaddi fa'illan kupaylangani lozim. Birinchisi, yashrahul mudarrisu darsa marratayn. O'qituvchi darsni 2 qatim sharhlaydi. O'qituvchi darsni marratayn 2 qatim sharhlaydi. Buydagi yashrahu degan fe'l mutaaddimi lozimmi? Albatta mutaaddi. Chunki ad-darsa degan bo'lgan maf'ulun bihga ehtiyojli bo'ldi. Dahikat tullab, o'quvchilar kuldi. Dahika degan fe'l mutaaddimi lozimmi? Lozim, chunki bu fa'ildan kupaylandi. Raja'a bi al-barihata, dadam oqshom qaytdi. Raja'a degan mutaaddimi lozimmi? Albatta lozim. Hafiztul Qur'ana va ana sag'ir, men kichik holatimda Qur'onni yodildim. Hafiza degan mutaaddimi lozimmi? Mutaaddi, chunki hafiz yodildim men nimani? Qur'onni. Bu yerda maf'ulun bih ehtiyojli bo'lib maf'ulun bih keldi deymiz. Qolganini o'zinglar ishlab boqinglar. Yasirul fi'lul lazim mutaaddiyan bi naqlihi ila babi af'ala ve fa'ala deydi. Lazim fi'il af'ala ve fa'ala 2 babqa yötkeş bilen mutaaddiga aylanadi. Yasiru degan aylanadi bo'ladi. Tuandagi misollardan ro'shanlashgandek. Masalan, kharaja Hamidun minal fasl. Hamid sinfdan chiqib ketdi. Bu yerda kharaja nim bo'ldi? Lazim fi'lmi mutaaddi fi'lmi? Lazim fi'l. Endi biz buni af'ala babiga kirsak, akhrajal mudarrisu Hamidan minal fasl. O'qituvchi Hamidni sinfdan chiqarib etdi. Kharaja chiqdi, akhraja chiqarib etdi. Demak, kharaja bu yerda bu maf'ulun bih ehtiyoji yo'q. Ammo akhraja degan vaqtda chuqum o'qituvchi chiqarib etdi. Kimni? Hamidni. Demak, bu yerda Hamid maf'ulun bih bo'ldi. Demak, akhraja mutaaddi o'zgardi. Nazalal jarihu min sayyaratil ishaf. Yarador jiddiy qutqizish mashinasidan tushdi. Endi bu yerda nazalal jarihu, nazala lozim fi'l. Anzalal mumarridunal jariha min sayyaratil ishaf. Sestralar yaradorni jiddiy qutqizish mashinasidan tushirdi. Anzala sakcha tushirdi. Af'ala babi. Jalasat talibul jadidu amama al mudarris. Yangi o'quvchi o'qituvchining oldida o'tirdi. Ajlasal mudarrisu talibal jadid amamahu. O'qituvchi yangi o'quvchini oldida o'ltig'izdi. Jalasa o'ltirdi, ajlasa o'ltig'izdi. Demak, bu yerdagi fe'llarni biz af'ala babiga kirish orqali lozimlik holatidan mutaaddilik holatiga o'zgartdik. Endi fa'ala babiga o'zgarganimiz nazalat tiflu minat ta'ira. Bala ayoplandan tushdi. Nazzaltu tifla minat ta'ira. Balani ayoplandan tushirdim. Qanday tushirdim? Bu yerda tifla maf'ulun bihga ehtiyojli bo'lib keldi deymiz. Namal marid, kasal uxladi. Demak, nama lozim fe'l. Jumla mukammal. Nawwama dawa'ul marida. Dora kasalni uxlatdi. Nawwama uxlatdi. Nama uxladi. Naja rukkabus sayyarati allati inqalabat. Inqalabat o'rilib ketgan mashinaning yo'lovchilari saq qoldi. Naja qutib qoldi, saq qoldi. Najjallohu rukkabas sayyarati allati inqalabat. Allah saqlab qoldi. O saq qoldi, o saqlab qoldi. Allah o'rilib ketgan mashinaning yo'lovchilarini. Endi
yuqorqi fe'llarning hammasi lozimlik holatdan ikki bobga silish orqali mutaaddilik holatga o'zgarganning misoli. Endi biz aslida mutaaddi bo'lgan fe'lni yuqorqi ikki bobga solsaqchu, aslida mutaaddi u. Undan keyin mush ikki bobga solsaq qanday alomat kelib chiqadi deganda إذا نقل الفعل المتعدي إلى مفعول واحد إلى هذين البابين تعدى إلى مفعولين deydi. Agar bir maf'ulga o'tadigan fe'l, ya'ni bir maf'ulga o'tadigan o'timlik fe'l mushu ikki babga yo'tkalsa, nuqila yo'tkalsa ta'adda ila maf'ulin. İki maf'ulga o'tadi deymiz. Masalan, Sami'al mudarrisul Qur'ana. O'qituvchi Qur'onni angladi. Endi sami'a bu aslida mutaaddi fe'l. Masalan, sami'ahu angladi, azanni deb hu degan damirni qabul qila oladi. Endi bu aslida mutaaddi fe'lni biz af'ala babiga solsak, asma'at tullabul mudarrisal Qur'ana. O'quvchilar o'qituvchiga Qur'onni anglatdi. Bu aslida bir maf'ul o'tadi. Sami'a fe'l, al-mudarrisu fa'il, al-Qur'ana maf'ulun bih. Chunki mutaaddi bo'lganlik uchun asma'a qilsak bu ikki maf'ul o'tadi. Asma'a fe'l, at-tullabu fa'il, al-mudarrisa maf'ulun bih. Birinchi maf'ul, al-Qur'ana ikkinchi maf'ul. O'quvchilar o'qituvchiga Qur'onni anglatdi. Demak, ikki maf'ul o'tdi. Al-mudarrisa al-Qur'andan iborat ikki maf'ul o'tdi. Fahimat talibu darsa. O'quvchi darsni tushundi. Fahima fi'il, at-talibu fa'il, ad-darsa maf'ulun bih. Fahhama al-mudarrisu at-taliba ad-darsa. O'quvchi o'quvchiga darsni tushuntirdi. Fahhama degan fa'ala bab bo'lgandan keyin fahhama fi'il, al-mudarrisu fa'il, at-taliba birinchi maf'ul, ad-darsa ikkinchi maf'ul. Ya'ni o'quvchi o'quvchiga darsni tushuntirdi. Demak, ikki maf'ul qo'ydi deydi. Endi sizlar yuqori qoidani tushungan bo'lsanglar, birinchisi adkhil kulla fi'lin mimma ya'ti fi jumlatayn. Tuandagi hamma fe'lni ikki jumlaga kirgizing. Birinchi jumlada kama huwa, o'z peti, kama huwa degan o'z peti. Va fil jumlati thaniya, ikkinchi jumlada uni ta'addining hamzasini kirgizib bo'lgandan keyin deydi. Ya'ni birinchi jumlada kharaja hamidun minal fasli. Dakhala hamidun deganga o'xshash o'z betiga kirgizamiz. Mush fe'lni o'z betiga kelamiz. Ikkinchi jumlada af'ala babga akirib bo'lgandan keyin akilamiz. Masalan, kharaja hamidun minal fasl. Hamid sinfdan chiqib ketdi. Bu lozim shakli. Akhrajal muraqibu hamidan minal fasl. Kuzatchi Hamidni sinfdan chiqarib etdi. Dakhala al-mudarrisu. Dakhala al-mudarrisu. Bu qanday fe'l? Lozim fe'l. Shunga maf'ulga ehtiyojli qolmaydi. O'qituvchi kirdi. Endi biz buni hamzatu ta'addiya, ya'ni af'ala babiga akib bo'lgandan keyin adkhala al-mudarrisu. Ya da dakhala at-talibu deyli. Dakhala at-talib. O'quvchi kirdi. Endi biz adkhala akirsak adkhala al-mudarrisu at-taliba deymiz. O'qituvchi o'quvchini kirgizdi yoki akirdi. Jalasa. Jalasa at-talibu. O'quvchi o'ltirdi. Demak bu fa'ildan ko'paylandi. Endi ajlasal mudarrisu at-taliba. O'qituvchi o'quvchini o'ltirg'izdi. Mushu qoida bo'yicha qolgan akslar. Nazalaning anzala, dahikaning adhaka. Dahika kuldi, adhaka kuldirdi. Baka yig'ildi, abka yig'latqizdi. Yig'latdi. Sami'a angladi, asma anglatdi. İkincisi adkhil kulla fi'lin mimma ya'ti fi jumlatayn. Tuandagi ikki jumladagi hamma fe'lni kirgizing, ikki jumla kirgizing. Birinchi jumlada kama huwa, o'z beti. Va fil jumlati thaniya, ikkinchi jumlada ba'da tad'ifihi deydi. Ya'ni uni mudaaf qilib bo'lib deydi, ya'ni idg'om qilib birikib turib bo'lib. Ya'ni fa'ala babiga o'zgartib bo'lib demakchi, bu yerga tad'ifdan bo'lgan maqsad. Masalan, darasal mudarrisu, masalan, darasat talibu darsa. O'quvchi darsni o'qidi. Demak, bu asli qanday fe'l?
mutaaddi bil maf'ulun bihi ehtiyojliq bo'lgan. O'quvchi darsni o'qidi. Darsani o'z bitakilimiz birinchi jumlada, ikkinchi jumlada darrasal mudarrisu taliba darsa. O'qituvchi darsni o'quvchiga o'rgatdi. Bu yerda darsni o'quvchiga. Bu at-talibu darsa. Ad-darsa, at-taliba ikkisini bo'ladi, ikki dona maf'ulun bih bo'ladi. Demak, aslida mutaaddi fe'lni biz fa'ala bab yoki af'ala babga akirsak, buni ikki maf'ul o'tadi. Khafat talibu. Khafat tiflu. Bola qo'rqdi. Hamda fa'ala babga akirsak, khawfat tiflu, khawfal abu at-tifla. Dada balını qo'rqatdi. Dada balını qo'rqatdi. Khawwafa biz qo'rqatdi. Namal marid kasal uxladi. Nawwama dawa'ul marida. Dora kasalni uxlatdi. Qolgan mushbit akirsanlar bo'ldi. Bir qitimda o'z biti, ikkinchi qitimda fa'ala babu yo'tkab akirasizlar. Hafiza yodildi, haffaza bo'lsa yodlatdi. Üçüncüsü keyfe uddiyetil ef'alul matbu'ati bil azraq fil emthiletil atiye. Tüvendiki kök rang bilen besilgan fe'llar qandaq mutaaddi qilindi? Men abkat tifla ya Amina. Amina, balini kim yig'latdi? Yig'latdi. Dedik abaka qanday mutaaddi qilindi? Af'ala babiga akirilib. Ma abkahu ahad, onu hiç kim yig'latmaydi. Bu mu af'ala babida. İnnema yebki minel jav'. O faqat ochliqdan yig'layotdi. İkincisi, qalat tabibul jadidu lil mudarris. Yangi o'quvchi o'qituvchiga dedi: "Ya ustaz, ajlisni qariban min as-sabbura." Meni do'stga yaqin o'ltirg'izing. Fa inna nazari zaif. Chunki mening ko'zim ojiz. Bu yerdagi ajlis fe'l amri qaysi xil shaklda mutaaddi qilindi? Af'ala bo'limida. Nazaltu min as-sayyarati thumma nazzaltu ummi al-marida dedim. Mashindan tushdim, ondan keyin kesal onamni tushirdim. Nazzala tushirdim. Endi bu qaysi xil vosita bilan mutaaddi qilindi? Fa'ala babiga keltirilib mutaaddi qilindi. Mushuni ayraysizlar. Qolgani sizlarga topshiriq qoldi. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. Allah sizlarni ananglarning qursaqlaridan sizlar hech narsani bilmaydigan holatda chiqadi. Akhraja. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. Sizlardan kimki zulm qiladi ekan, nuziqhu tetitimiz uningga katta azobni tetitimiz. Zaqa tetidi, azaqa bo'lsa tetitdi. Qaysi xil o'lchamda mutaaddi qilindi? 8-si qala taala li Musa alayhissalom va adkhil yadaka fi jaybik. Sen qo'lingni yanjuqinga kirgiz. Belki adkhil qaysi xil o'lchamda? Af'al o'lchamida. بعد الطواف والسعي يحلق المعتمر رأسه أو يقصر شعره. بهذيك يقصر. قندا قصر وسقنا قسقرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح المحرم. نكاح قلمايدو محرم. يعني إحرام باغلغوچي to'y qilsa bo'lmaydi. ولا ينكح va to'y qilg'usa, ya'ni boshqaga nikoh qo'ysa bo'lmaydi. ولا ينكح ولا يخطب va elchi bo'lsa bo'lmaydi deydi. Bu yerdagi yunkih nakaha nikoh qildi. Ankaha nikoh qilg'uzdi. Yunkihu nikoh qilg'uzdi degan gap, ha? Ikkisidan keyin nakaha nikoh qildi, ankaha nikoh qilg'uzdi. Qala ta'ala va annahu huwa adhaka va abka. Bizdan o adhaka kuldirdi va abka yig'latdi. Amata o'ltirdi, ahya tirildirdi. Hammasi qanday shaklda mutaaddi qilingan ko'krangda bo'yalgan so'zlar. Allohumma habbib ilaynal iman. Habbib qaysi xil shaklda mutaaddi qilingan va karrih
Bu nayet iniqab bu sizlarga qolib qoldi. İmanni bizga yaxshi ko'rsatgan, kufrni va pusuqni va isyon, gunoh ma'siyatni bizga yomon ko'rsatgan. Kariha yomon ko'rdi, karri yomon ko'rsatdi. Endi tekstda uridu an uriyahal mudir deb chiqdi. Bu ara degan fe'ldan chiqqan. Bu aslisi ra'a, ko'di. Ra'adin af'ala o'lchimida ara bu ko'rsatdi degan bo'ladi. Buni aslisi af'ala o'lchimiga tushadigan aslisi ar'a, ar'aya, af'ala. Bu ara bo'lgan. Tilga yengillik uchun hamza tashlanayotgan, undan keyin kesallar sukun holatda ara bo'lgan deymiz. Buningdan ayni tashlanib ketgan. Ayni qanday qilib ketgan? Tashlanib ketgan. Af'aladagi aynning barobarligi, af'aladagi ar'ayadagi hamza qanday qilinib ketgan? Tashlanib ketgan deydi. Ondan keyin aradagi ar'ayadagi yaning harakati ra'ga ilinib ara bo'lgan. Bunun muzarisi yuri, ara yuri. Ko'rsatdi, ko'rsatdi. Amrcho ari, ko'rsatgan. Arini hada ya Ali. Ali bunu man ko'rsatgan. Aruni man ko'rsatgan ko'plikka. Arini ya hada ya Mari. Ariyam bunu man ko'rsatgan. Arinani man qanday qilgan? Qiz qarindoshlar ko'rsatgan. Demak, bunun amri ariya ikkilikka. Aru erlik köplikki. Eri ayallık birlikki. Eriya o'xshash ikkilikka. Arina ayallık köplikki. Arina. Arinani. Mana ko'rsatdi. Deysiz aranal mudarrisu kitaba nahvun jadidan. O'qituvchi bizga yangi nahvi kitobini ko'rsatdi. Gadan sa'akhudukum ila al-maktabati al-'amma wa uriikum al-ma'ajima kullaha. Ata sizlarni ommaviy kitobxonaga olib lug'atlarning hammasini ko'rsataman. Uriikum. Arini javoz safarika ya Ahmad. Ahmad, pasportingizni menga ko'rsating. Javoz safar pasport. Wa laqad araynahu ayatina kullaha fakazzaba wa aba. Biz uningga oyatlarimizning hammani ko'rsatdik. Araynahu ko'rsatdik. Huvallazi yuriikum ayatihi. U Allah sizlarga o'zininki mo'jizalarini ko'rsatdi. Ve iz qala İbrahim Rabbi arini. İbrahim öz vaqtida ey Rabbim arini men ko'rsatgin. Nimani? Kayfa tuhil mauta. O'likni qanday tirildiradiganligini men ko'rsatgin dedi. Arini men ko'rsatgin. Hada xalqullohi fa'aruni. Bu Allohning maxluqoti. Fa'aruni. Endi sizlar men fa'aruni men ko'rsatinglar. Maza xalaqallazina min duni. Allohning to'yindagi maxluqotlar nima yaratdi? Qavani o'zi anglashib turgan. Tuvandagi ishga mashiq ig'zaki ibberludu deydi. Yajri ibberludu tuvandagi ishga ko'nikma shafaviyan ig'zaki. Ya'ni o'z araqlisanlar bo'ladi. Yaqulu at-talib li zamilihi o'quvchi saqdishiga deydi. Arini kitabak, arini sa'atak, arini qalamak. Uningga javob beradi. Sa'urikahu. Uni patiqini san ko'rsataman. Sa'urikaha agar u ayolga qo'yib qolsa soat deganga o'xshash. Sa'urikaha ba'da qalil. Yoki javob beradi. La urikahu. La urikaha degan gap bo'lishsiz shaklda javob bersin bo'ladi. Buni o'zaro qilib pasanglar bo'ladi. O'qituvchi har bir o'quvchiga deydi. Ara'aytani daftarak. Ara'aytani daftarak. Daftaringni menga ko'rsatdingmi? Fayujibuhu qailan. An u mundaq deb javob beradi. Qailan degan holatda javob beradi. Na'am, araytukahu. Shundaq ko'rsatdim men sizga uni. Kap sizga, hu uni, tu men. Ko'rsatdim men sizga uni. Endi javvaltu fi mashariqil ardi va magharibiha deb chiqdi shunda o tekstda. Men yer sharining mashriq va mag'riblarini cho'galdim. Bu yerdagi javvaltu ya'ni jultu fiha kathira. Ko'p cho'galdim degan gap. Yunqalul fi'lu ila babi fa'ala li ma'ani deydi. Endi odatiy fe'l fa'ala babiga ma'lum ma'nolar uchun yo'tkiladi. Uning qatoridan takfir va mubolag'a. Ko'pni bildirish yoki texmo mubolag'a qilish uchun yo'tkiladi. Masalan, javvala asli jala. Javvala desak ko'p aylandim degan bo'ladi. Jala kathira, ko'p aylandim. Tafa tavob qildim. Tawwafa ko'p tavob qildim. Qattala bo'lsa, ya'ni balagha fil qatl.
Yani naiti mübaliğ yani vayga yetkizip ölterdim. Kessera olsa balığa fil kesri. Naiti vayga yetkizip qattiq sunduadi. Qatta'a olsa balığa fil qat'i. Qattiq paç-paça köp kesivat, paçlıvatdi. Addada olsa adda ketira. Nurgun tayyorlik qildi degan ma'noda. Kassaratul aqlam bo'lsa at-takthirni bildiradi. Qalamni paç-paç sundirvatdim. Kassaratul qalam bo'lsa qalamni qattiq mubolig bildirdi bu yerda. Naiti batullik bilan sundirvatdim deganga o'xshash bu yerda mubolig'ini bildirdi. Aqlam deb ko'p kelganlik uchun bu yerda takfirni ko'p qalamlarni qanaqa qilib sundirvatdim. Bu yerda bir qalam kelsa mubolig qattiq sundirvatdim endi. Naiti mubolig'ini bildirdi. İnnellezine kezzebu bi ayatina. Qarama, bizning oyatlarimizga kezzebu bo'lsa yolg'onga chiqgan, kezzeb bo'lsa ko'p yolg'onga chiqargan degan gap. Sanuqattilu abnaahum. Ularning ballalarini qattiq o'ltiramiz. Va ghallaqatilqa g'allaqa bo'lsa qattiq ching yaptı. İşkila çing yapıldı degan gap. İyyaka vazzan. Biz darsdan bosh so'zlagan bu ogohlantirish. Va huwa tanbihul muxatabi ala amrin makruh liyajtanibahu. O muxatab yani ikkinchi shaxs anglag'uvchini yomon ishqatdan ogohlantirish, uningdan yiroq turish uchun. Va ha amsalatan lahu. Uning boshqa misollarini tuting. İyyaka val kilab ya bunay. Ey balam, işittin saklan. İyyaka vel kilab, işittin saklan. İyyakum vel kilab ya abnai. Balalarım işittin saklan. Ka, erlik bilek olsa ka keladi. İyyaki vel kilab ya binti. Kızım işittin saklan. İyyakunne vel kilab ya banati. Kızım işittin saklan. Ya Ali, iyyaka ve hadal veled fe innehu kezzab. Ali, bu baldın saklan. Fe innehu kezzab. Çünkü o kazzab. İyyaka vel kasl ya Zeynep. Zeynep, horuluktan saklan. İyyakum ve tedhin. Tamak çıkıştan saklanma. Fe innehu sebebu emrad muhlike. Çünkü o halak kılgıcı kesellerinin sebebi. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد حسد saklanma. فإن الحسد يأكل الحسنة كما تأكل النار الحطب. Çünkü hasad yaxşılıklarını xuddi otunu yegandek yeydi. Ve قال عليه الصلاة والسلام إياكم والجلوس في الطرقات. Yolda oturuştan saklanma. وقال صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور فإنها ضلالة. Sizlar muhaddisat al-umur degan gap dinda yangidan paydo bo'lgan. Diniy qismda yangidan paydo bo'lgan ishni saqlaninglar, fa innaha dalalat, chunki u azg'unliq. Endi sizlar yuqoriga tushungan bo'lsanglar, tuvandikini iyyakini ishlatib tuzaysizlar. Tuvandagi so'zlardan foydalanib tahdhirning misollarini tuzang deydi. As-sufur ya axawat deymiz. İyyakunna was-sufur ya axawat deymiz. İyyakunna çünkü bu qanda ayolliq. İyyakunna was-sufura ya axawat. Ya Osman, iyyaka vel-kizbe. Ey Osman, yolg'onchilikdan saqlan. Bu yerdagi sufur degan ma'nosi yuzni echish degan gap, niqobini ilish degan gap. Qizlar, yuzinglarni echishdan saqlaninglar. Ey Osman, yolg'onchilikdan saqlan. Ey Azza, hasaddan saqlan. Ey qarindoshim, ey axavayya, axavayya. Ey qarindoshim, chiqimchilikdan saqlan. Buni hammasini o'zinglar xitobga diqqat qilasizlar. Ayollik bo'lsa ki, ayollik ko'plik bo'lsa kunna, erlik birlik bo'lsa ka, erlik ko'plik bo'lsa kum. Bu shaklda. Xitobga diqqat qilasizlar. Innama yakzib. Innama uning aslisi in, ulishib kelgan u inga ma'uz zaidi, ortiq ma. Atıldı bu ma el-kaffe deb atıldı. Ma'ul kaffe deb atıldı. Çünkü o inni amelden tosudu. Yani ismisini zevar xabarını peş kıldıgan bu hususiyetinden tosup kalıdı o. Kiradu innama cümle ismiye ve cümle fiiliye kiriyordu. İnnema sadaqatu lil fuqara. Sadiqla fakirlar üçün. İnnemel a'malu bin niyet. Faqatlam amelle niyetle bilen. Niyetke bağlılık. İnnema ya'muru. Asli inne fiillik cümle kirmedi. Şunda ma'nin kiriş bilen bu fiillik cümle kiradigan bo'lib ketdi. Innema ya'muru masajidallah. Faqatlam Allohning masjidlarini Allah va qiyomat kuni ishongan kishilar avod qiladi. İfadelaydi. Innema ta'yin ifadelaydi. Muayyanlashtirishni.
Ve yucibu isbatul hukum el-mezkur ve sözlengen hükümni ispatlaşını takazza kılıdı. Ve nefi gayra hadal hukum anhu ve onundan başka hükümni yokku çıkarırdı. Nefiden hep yokku çıkarırdı. Mesela innema huve muhandis. O faqatlam o injener desek ifadelaydı. Cazmen onun fakat injener ikenligini ifadelaydı. Ve leysa fihi sıfatun ukhra. Onun da injenerlikten başka sıfat yok deganini bildirdi. Demek başkasını yok. Fakat sözlengenini ispatlaydı. Vallahi laqad farihtu kathira. Allah'dan qasam naiti xushal boldum. Ba'daki farihtu kathira qasamning javobi. Vallahi qasamga bir javob ketadi. Qasam qilamiz, nima qilamiz uni? Javobi farihtu kathira. Agar qasamning javobi jumla fi'liya bo'lishliq va jumla fi'liya bo'lib mazi fi'l bilan boshlangan bo'lsa, ta'kidlandi lam va qat bilan ta'kidlanadi. Masalan, vallahi farihtu kathira. Asli qasamning javobi farihtu kathira. Laqad deb nima uchun lam va qat birga keldi desa, javobi shuki, agar qasamning javobi jumla fi'liya bo'lib farihtu fi'l shundaqo musbata bo'lishliq farihtu musaddaratun bi fi'l madi bilan boshlangan farihtu mushunda fi'l madi bilan boshlangan bo'lishliq bo'lib qolsa lam va qat bilan ta'kidlanadi deydi. Bu bir qoida. Masalan, wat-tin va zaytun, tin va zaytun bilan qasam va turu sinin va hadal baladil amin. Demak, hammasi bilan qasam shundaqo. Javobi-chu xalaqnal insana. Demak, javobi xalaqnal insondan boshlanadi. Va xalaqna yaratdik biz. Buning javobi fe'l madi bilan boshlang'achqa, buning oldiga laqad lam bilan qad birga kiradi deydi. Laqad xalaqnal insana. Tushungan bo'lsanglar, ij'al kulla jumlatin mimma yati javoban lil qasam. Tuandikilarning hamma jumlani qasamga javob qiling. Vallahi farihtu bi ziyaratik. Alloh bilan qasam, sizni buni ziyorat qilganlik bilan xursand bo'ldim. Buning oldiga laqatni akramdik. Albatta akramiz. Nima uchun? Bu fe'l madi bilan boshlanganligi uchun laqad farihtu deymiz. Vallahi qulta li hakaza. Alloh bilan qasam, men shundaq dedim. Buning oldiga-chu akramiz. Qulta fe'l madi. Vallahi laqad qulta li hakaza. Alloh bilan qasam, sen men shunda degan. Vallahi laqad ra'aytuhu fis-suq. Hammasiga laqatni akramiz. Nima uchun? Hamma javoblar fe'l madi bilan boshlanganligi uchun deymiz. Amsa kanining qarindoshlarining qatoridan. Deysiz amsaytu maridan. Kasal qildim. Ya'ni adrakan ilmasa va ana marid. Topdi meni kasal holatda. Kashikda bo'lib qolganligini bildiradi. Buni tushungan bo'lsangiz, tuandagi jumlaga amsani kirgizing. Amsa kanining turdoshlarining qatoridan. Deysiz amsaytu maridan. Ya'ni adrakani al-masa va ana marid. Ya'ni kashlikda bo'lish. Topdi meni men kasal holatda. Buni tushungan bo'lsanglar, amsani tuandagi jumlaga kirgizing deydi. Amsal isimiz do'stlar bu asbahaning turdoshlari deganing cho'qim kaniga o'xshash. Ismini var, xabarni pesh qiladi. Amsal jawu mu'tadilan. Kashlikda havo mo'tadil bo'lib qoldi. Kashlikda havo qanday bo'lib qoldi? Mo'tadil bo'lib qoldi. Normal degan gap, ha. Ikkinchisi amsayna mut'abin. Harg'an holatda kech qildik. Mut'abun bo'lsa, herish shunday. Mut'abin zivarlik holati ya bilan keladi. Mut'abin. Amsatil maridatu da'ifatan. Kasal qanday qildi? Ojiz holatda kech qildi. A'ribil jumla. Inna bi suda'an shadidan. Inna bi suda'an shadidan degan jumlaga tarkib qo'ying. Ondan keyin tuandagi savollarga javob bering deydi. Qaranglar. Inna bi suda'an shadidan. Bu jumlada inna harf tawkid. Bi xabar muqaddam. İlgari kelgan xabar. Suda'an shadidan bu inninki keyin kelgan ismisi. Asli inna suda'an shadidan bi. Ba xabar shibihi jumlab mubtada nakir bo'lgan vaqtda xabar ilgari kelsin bo'ladi. Mushu holatda bunga inni kirgan. Bu vaqtda bini innining xabari, suda'anni inning ismisi deymiz. Shuning uchun suda'an nima qilgan? Zivar qilgan.
Hamda shu bo'yicha tuvandagi savollarga javob berang. Tirnoqning o'ttirusida so'zlangan kasallarni ishlatgan holatda. Maza bika ya Ali? Ali, sizga nima bo'ldi? Inna bi suda'an shadida. Menda qattiq bosh og'riq bor. Akhuka maza bih? Qilinishingiz nima bo'ldi? Bihi zukaman zvar o'qilida inna bihi zukaman shadidan. Onda qattiq zukam bor. Maza bikum? Sizlarga nima bo'ldi? Inna bina maghassan shadidan. Bizda qattiq quzoq og'riqi bor. Uxtuka maza biha? Inna biha su'alan shadidan. Onda qattiq yo'tal bor. Qolganini o'zinglar ishlab boqinglar. Ishal, ish surish, suda bosh og'riq, duvar bosh qiyish. Zahab, bu zahabaning masdari. Bu faal ölçümüde. Tuvandagi fe'llarni faal ölçümüde masdari chiqaring. Najaha, najah, fasada, fasad, nafida, nafat, dalla, dalal. Tariqun, bunun köplüğü turuqun. Turuqunun köplüğü turuqat. Bu cem'u, köplükning köplüğü. Bunu deb ataladi? Cem'ul cem', köplükning köplüğü deb ataladi. Arab tilida ba'zi köplük ismlarning köplüğü bor. Masalan, makan, joy degan gap, amkina bo'lsa, joylar. Amakin bo'lsa, bu köplükning köplüğü. Buni joylar deb tarjima qilamiz. Biz uyg'ur tilida köplükning köplüğü bo'lmagan. Sivar, bilezuk, asvira, bilezuklar. Asavir olsa, bu köplükning köplüğü. Sivar, bilezuk, asvira, bilezuklar, asavir, köplükning köplüğü. İna, qacha, aniya, qachilar, avanın, aniyanın köplüğü. Yadun, qol, aydin, qollar, ayadin bo'lsa, köplükning köplüğü. Tuvandagi hamma so'zni foydali jumlaga kirgizing deydi. Har biriga birdan jumla tuzaysizlar. Aslındagi mashq ig'zoga beriladigan mashq ekan, buni o'zaro izinglar ishlab baqsanglar bo'ladi. O'quvchi deydi: "Sayrajul mudir gadan inshaalloh, Alloh xolisi mudir at qaytidi." Yoki shuning o'xshash bir gapni qiladi va deydi uning saboqdoshi: "Va ma adraka annahu yarju gadan." Uning at qaydiganligini sana nima bildadi? Adra bildadi, adraka va sana bildadi. Va ma adraka va sana nima bildadi? Fayaqul an deydi: "Sami'atul muraqiba yaqulu zalik." Kuzatchi ashuni deydi, anladım. Kuzatchining ashuni deganligini deb tarjima qilsak bo'ladi. Xo'sh, saboqdoshlar bo'lsa, bugungi darsimiz mush yerda xolashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.